Va bu Realga menimcha foydali bo'ldi deb o'ylayman. To'g'risi Real hozir chiqib ketganda PSJni ham yutardi. Shunda ikkinchi raqamda turib olib, PSG qo'rqardi, aniq. Safonov, Chevalier turibdi. Chiqardida Atletico Naryodan chiqib qolsa, barakat bosib, bo'ldi Atletico shuna kubokka beradi. O'yinni oldin kubokka beradi. O'zi ikki marta shunaqa qilgan-ku. 16-14-yilda. Chempionlar Ligasida Realdan qo'rqmayroq o'ynaydigan bitta jamoa Bavariya bo'lsa kerak. Yoki Barselona. Birinchi taymda hammani oyog'i qaltiraydi-da. Qolgan hammani oyog'i. Bitta Barselona deb o'ylayman. Real bilan istalgan paytda tengma-teng o'ynaydi. Chunki Realda Barsaga nisbatan so'nggi yillarda kompleks shakllanib qolgan o'sha Mourinho paytidan juda azobli paytlarni ko'rgan. Endi to'g'risini aytishimiz kerak. Hozir podkastlar qilishyapti-yu Realda sobiq futbolchilar. Dahshatli gaplar. Men qoyil qolaman shularga. Qaysi o'yinchisi bejunul deydi. Nima edi desa, biz to'p ola olamizmi degan savol bilan yurganmiz deyish naqadar qiyin futbolchi uchun. Men bitta bu gapni anaqada eshitgan